Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Kinomio kanali. Merlin seriali haqidagi videoda ko'pchilik serialning davomi chiqishini xohlashini aytib o'tishdi. To'g'risi, bu fikrlarga qo'shilmasdim. Buni videoda ham aytib o'tgandim. Lekin keling, serial davomi ishlansa voqealar rivoji qanday davom etadi? Taxminiy ssenariy va serialning davomini ko'rib chiqamiz. Bu balki sizga ham qiziq bo'lar. Siz ham o'zingizga yoqadigan va taxminiy ssenariyingizni kommentariyada yozib qoldiring. Demak, yaqinroq o'rnashib oling. Biz esa Merlin serialining yangi faslini boshlaymiz. Do'stlar, siz Instagram yoki YouTube'da o'z blogingizni yuritmoqdasiz, ammo preview, obloshka va banner borasida qiynalyapsizmi? Unda sizga Muhammad Ilo kanalini taklif qilaman. O'zingiz ko'rib turganingizdek, previewlarning sifat darajasi juda yuqori va hattoki professional youtuberlarniki bilan bemalol raqobatlasha oladi. Eng muhimi esa admin siz istagan barcha o'zgartirishlarni hech qanday muammosiz to'g'rilab beradilar. Kanal silkasini opisiyaniyada va kommentariyada qoldiraman. Bir o'tib ko'ring, afsuslanmaysiz. Mening shaxsiy fikrim, serial davomi ikki xil rivojlanishi mumkin. Birinchisi, serial yakunida ko'rdikki, Merlin zamonaviy dunyoda hali hamon Arturni kutmoqda. Demak, Albion uchun og'ir davr kelganda Merlin qudratli qirol Artur Pendragonni uyg'otadi. Taxminan yo'lda ketayotganda Camelot tomon o'tib ketgan yuk avtomashinasida qandaydir qurol bo'lishi mumkin yoki boshqa biror narsa. Merlin esa yo'l yarmiga kelganda Camelotdagi qichqiriqlarni ichki ovoz orqali eshitadi hamda Albionning boshiga yana og'ir kunlar tushganini sezadi. Camelotga qaytgunicha esa hamma joy xarobaga aylangan va odamlarning jasadi yerda yotgan bo'ladi. Afsuski, bu vaqtda Merlin o'z afsuni yordamida hech nima qila olmaydi. Sababi dushman kimligini bilmaydi. Bir necha oy davomida dushmanni poylab Camelotda jon saqlaydi, ammo qurbonlar bo'ladi, lekin gumondor ham, dushman ham topilmaydi. Britaniya hukumati voqealardan tahlikaga tushadi. Merlindan yordam so'rashganda Merlin qo'lidan hech nima kelmayotganini aytib bosh egadi. Uning xayoliga Kilgaraning Artur Albion uchun og'ir davr kelganida yana qaytadi degan so'zlari keladi va har galgidek Merlin katta tavakkalga qo'l urib Arturni uyg'otishga harakat qiladi. Bu ish ancha xavfli va qiyin ekanligini biladi, ammo tavakkal qilishga majbur bo'ladi va Arturning faqatgina soyasini uyg'ota oladi xolos. Artur hamda Merlin qayta uchrashgandan xursand bo'lishadi. Ammo Artur o'zi qurgan saltanatni vayronaga aylanganini ko'rib qattiq achinish bildiradi. Artur bu ishlarning boshida Morgananing ruhi turganini aniqlaydi. Morgananing yashirincha tayyorlagan bir qancha shogirdlari uning o'limidan so'ng Morganani tiriltirishga harakat qilishgan bo'lishadi va aynan shu yillarga kelibgina buni uddalashgan bo'ladi. Merlin va Arturning ruhi Morganani tinchlantirishga va hammasi tugaganini tushuntirishga harakat qilishadi, ammo Morgana avvalgidek hech nimani eshitmaydi. Qolgani esa shu zaylda davom etaveradi va oxirida Artur va Merlin yana g'alabaga erishishadi va do'stlar yana xayrlashishadi. Lekin har galgidek BBC xuddi davomi bordek qilib Arturning "Agar yordamim kerak bo'lsa, men hamisha tayyorman do'stim" degan jumlasi bilan serialni yakunlaydi. Ikkinchi taxminimda esa voqealar Arturning o'limidan keyin davom etadi. Arturning o'limidan so'ng taxtga Gvinevra o'tiradi, ammo qirol Arturning o'limini eshitgan qirollikning dushmanlari Camelot tomon hujumga kirishadi. Do'stining o'limidan tushkunlikka tushgan Merlin Camelotdan bosh olib ketgan bo'ladi va g'orda tark dunyo qilgan holatda yashaydi. Qirollikni dushmanlar egallab olishgach va Camelotning ahvoli og'irlashib, xalq qiynalayotganini ko'rgan Gaius Merlinning oldiga boradi va undan yordam so'raydi, ammo Merlin Artursiz Camelotning ham, hayotning ham unga qizig'i yo'qligini aytib, Gaiusga rad javobini beradi. Ilojsiz qolgan Gaius Camelotga tushkun holatda qaytadi. Qaytganida esa Merlin undan oldin kelib, dushmanlar bilan kurashayotganini ko'rib tutingan o'g'lini yana qaytganidan xursand bo'ladi. Shu bilan serial yakunlanmaydi. Mordredning do'stlari uning o'limi uchun qasos olish uchun ko'plab qirolliklar bilan birlashishadi. Camelotga yurish qilishadi. Xullas yana bir qancha janglar bo'lib o'tadi va oxirida druidlar Mordredning o'limi avvaldan rejalashtirilgani va taqdiri belgilanganini uning do'stlariga tushuntirishadi va yana tinchlikka erishishadi. Bu vaqtda esa Arturning farzandi tug'ilib voyaga yetib qoladi. U ham otasi singari mohir jangchi va adolatli bo'lib yetishgan edi. Serial aynan shu joyda tugaydi va BBC serialni yana davomi bordek qilib yakunlaydi. Bu albatta mening taxminiy ssenariyim. BBC ssenaristlari serial davomini ishlaydimi yo'qmi, bu aniq ham emas, ammo qiziqishga serialning davomi qanday bo'lishini taxminan aytib o'tdim. Agarda videomizning layklari soni 200 tadan oshsa, Istopar serialining ham davomi haqida taxminiy ssenariyni aytib o'taman.
Videomiz yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang va kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.